Omaq savaqdaşlar, bugünkü hikayemiz özünü oylagan mesxeriga qalır. Bir şer tağ önküreti turutken, kech bo'lganda pashlar uni chiqib zadila uxlatmabdi. Şer ularning chaqmasligini o'tingan ekan, pashlar "Bo'ldi, ammo sen bizga yordamlashib, dushmanimizni yo'qotib bersan", debdi. "Sizlarning dushmaninglar kim?" deb so'rabdi Şer. "Yeshilbaqa, Potmuchuq, Yochivak va Chorbaqa" deb javob beribdi pashlar. Şir: "Ha, men degan hayvonotlar podshohi tursam, unchalik ushshoq nimalarni yeb tishqanchilik ishdi", debdi-da, Rasululloh nurg'un Yochivak, Chorboqlarni yeb o'tibdi. Kechda o'nkirtdagi pashlar tuxumi ko'payib ketibdi. Şir ochiqlangan holda pashlarga: "Sizlar nima uchun va'danglarda turmay yana meni chaqisizlar?" debdi. Pashlar vangildab kulganicha: "Sen faqat yerdagi dushmanlarimizni yo'qotding. Bizning yana suv ichidagi dushmanlarimiz Qumchoq, Biliq qatorliqlarmi bor. Bularni nima yo'qotib bergin?" debdi. Şir Rasululloh daryoga sakrab tushib, Biliq, Qumchoqlarni tutibdi. Kech bo'lganda tuxumi ko'paygan pashlar Shirni chiqib ho'kirda o'tibdi. Darg'azabga kelgan Shir: "Sizlar bek yuzsiz ekansizlar", debdi. Pashlar vangildab kulishib: "Bizning yana osmonda dushmanimiz bor. Sen qarlig'och, yong'og'uch va shaparonglarni yo'qotib ber. Biz shu chaqda seni chiqishdan to'xtaymiz", debdi. Bu qitim Shirga tez gapdi. U qiynalgan holda osmonga qarasa, qarlig'och ha deb uchib yurib, pashlarni tutib yeyotgan ekan. Cho'ng daraxtning ustiga to'rq to'qib pasha tutib yeyotgan o'michik ajablangan holda: "Hey, hayvonot podshohi, bugun nima bo'lding? Osmonga qarabla qopsan-ku", deb so'rabdi. Şir xiris bilan: "Seni yeyotman, to'g'ri, yana qarlig'och, yong'og'uch, shaparangmi bor?" deb hurkirabdi. Qarlig'ochlar Shirning bosh tarafida uchib yurib: "Bizni nima ish qilmoqchi bo'lsan? Hech qanday Shirning bizning yemoqchi bo'lganini anglab boqmabdi ekanmiz", deb so'rabdi. Shir beshini planglatib turib: "Pashlar menga sizlarni yeyotsam, kechda meni chaqmaydiganligini degan edi", debdi. Qarlig'och kulib ketib: "Ahmaq Shir, nima ish qo'ylab baxmiding? Sen pashlarni yeydigan hayvonlarni yeyotsang, pashlar tuxumi ko'payib ketmamdi?" Hey, men nima degan dod? Rasululloh dod ekanman", deb Shir shu chaqda esini tepibdi. Hikmat: o'zini o'ylagan hamon el oldida masxaraga qoladi. Shuning uchun sen har qanday ish qilishdan burun oldi bilan atrofingdagilarni o'yla. Ularning harakat faoliyatini kuzat. Shundala sen o'zingning va o'zgalarning qimmatini haqiqiy tushunasan.